Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining raisi general Bahodir Qurbonov. Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Xudoyorov. Bugun men bu video bilan murojaat qilaman sizlarga, men 1977-yildan to 1984-yilgacha men shu buyuk insonlar Leonid Brejnev, mana CKKPC bosh kotibi, Eser mudofaa vaziri, Politburo a'zosi Dmitriy Ustinov bilan birga mana bu Eser KGB'ning raisi, bu CKKPC'nin buyrug'ini a'zosi Yuriy Andropov bilan birgalikda mana marhamat. Mana O'zbekiston Respublikasi birinchi kotibi Sharof Rashidov mana birgalikda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy komiteti mas'ul mana uprav delam dedi shu Tursun Umar birgalikda. Mana ko'rasiz, bu kishi Ahmadjon Odilov bo'ladi. Eser mehnat qahramoni, Eser Oliy Majlisning necha karra deputati, CKKPSning necha karta syezni vakili, CKKP tashkilot komissiyasining a'zosi, Vladimir Ilich Leninlik Pop agrar sanoat birlashmasi bosh direktori Ahmadjon Odilov bo'ladi. Shu mana shu insonlar bilan men yana aytaman, 1972-yildan 1984-yilda O'zbekiston xalqiga, davlatiga, ayniqsa Lenin nomli Pop agrar birlashmasiga ko'p xizmat qilgan. Siz muhtaram Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Davlat Milliy xavfsizlik xizmati general Bahodir Qurbonov, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Asliddin Xudoyorovdan iltimos qilamanki, shu YouTube'da Isomin Aslovni kanalini ko'rib, bizlar Ahmadjon Odilov mana va Isomin Aslonov vatan, xalq mana xalq uchun ishlagan deb shuni bir maqolani ko'ring. Mana yana bu maqolani ko'ring mana. Korrupsiyaning ildizi Ahmadjon Odilov va Isomiddin mana Aslon ochildi deb aytadi. Kalamushlar mana g'azabda degan bu YouTube'da ko'ring. Biz O'zbekistonni obod qildik, ammo buzmadik deb maqolani mana tanishlar, o'qinglar. Yana buni ko'ring. Bizlar Ahmadjon Odilov va Isomiddin Aslonov vatan, xalqqa uchun ishlagan deyaptilar. Mana buni YouTube'da ko'ring. Mana bu maqolani ko'ring mana. Bizlar Ahmadjon Odilov va Isomiddin Aslonov vatan, xalq degan buni. Mana buni o'qinglar. Mana eng asosiy Ahmadjon Odilovning vasiyatlari mana 1012 ta like olgan mana. Mana 23,000 odam ko'rgan ekan. Buni ko'ringlar mana. Buni o'zi Ahmadjon Odilov aytgan, buni gaplarimizni dedi O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev etkazdi dedilar. Mana men bugun majbur bo'ldimki, shuni sizlarga etkazishga marhamat mana. Buni Shavkat Mirziyoyevga etkazing degan mana. Shu uchun mana marhamat. Mana buni video YouTube kanalida asosini ochsangiz shuni ko'rsatib boradi. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev, muhtaram O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining raisi general Bahodir Qurbonov. Mening maqsadim sizlarga nima? Yana men bu O'zbekiston Respublikasining Sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Xudoyorovga nima maqsadda men sizlarga murojaat qilaman sizlarga mana. O'rtoq Shavkat Mirziyoyev, meni 1977-yillardan 1984-yilgacha men o'zbek xalqiga, davlatiga xizmat qilgan bo'lsam, ammo meni boshimga nihoyatda og'ir vaziyatlar keldi. Vaziyat deganim 1986-yil meni Namangan prokurori
Namangan KGB'si bir vahimelab olib kelib, mani qamalib 5 yil sud qarorsiz, sud hukmsiz mani yosh 4 farzandlarim, en kichkinasi 1 yosh, kattasi 7 yoshlikida turmush o'rtog'im, qarindoshlarimni qamalagan. 5 yil man tergovda o'tirib, 5 yil muhtaram Shavkat Mirziyoyev, 5 yil qorong'ida, sovuqda, ya'ni en ajoyibi mani bo'lmagan ishlarni bo'yinga ol deb shu zolimlar shunaqa azob bergan, 20 marta karserga tashlagan, suv tashlagan, qo'yib tog' qo'ygan. Oqibat man nima bo'ldim? Shu 5 yil ichida nogiron bo'ldim, oyoqlarim ishlamadi, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Endi maqsad nima muhtaram Shavkat Mirziyoyev? Siz haqiqat, adolatni bilishing uchun men majbur video bilan murojaat qilyapman. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev, mana bu Ovozi Tojik degan gazet mana. Mana Ovozi Tojik degan. Mana shu yerda zindon degan mana maqola chiqqan. Zindon, ko'ring mana, zindon mana. Mana nima yozgan mana. Povesi hujjati kuychak digidi ki sar rozi mana marhamat nima deyapti mana. Mana biz 5 yil nohaq o'tirgani mana shu zindon degan maqolada bor muhtaram Shavkat Mirziyoyev. Muhtaram mana Bahodir mana Qurbonov mana bu maqolani ko'ring. En asosiy alam qilgan joy mana bu kichkin toy farzandlarimni, qarindoshlarimizni 5 yillik sud qarorsiz, sud hukmsiz ushlab azob bergan. Bu dahshatni unutmaymiz mana. Unutmaymiz. Unutish bu yaxshi emas muhtaram Shavkat. Mana shu maqolani o'qing mana. Mana maqola nima deyapti? Mana bu muallifi mana Xushbaxt Haydarsho az ro'znoma Jumhuriyati Jumhuriy 25 aprel so'li 1900 mana 92 mana deyapti mana. Mana marhamat. Bu yolg'on emas. Bu prezident gazetiga shu maqola chiqqan. Mana shu zindon degan mana shu zindon deganda. Mana shu ko'ringlar. Bir xulosa chiqaringlar. Bizni qandoq vahshiyona azob berganki, oqibat men nogironman, hozir men kasal bo'lgan mana. Nogiron bo'lgan mana muhtaram Shavkat Mirziyoyev. Yana bitta maqola bor. Do'zaxi Behudoyon degan mana. Gazeta Sadoy Mardum mana. Marhamat. Sadoy Mardum. Mana qaysi ishlar mana? Mana iyul 82-yilda mana shu gazeta chiqqan. Mana shu yerda biz azob tortgan, hammasini yozgan. Shu uchun iltimos Shavkat Mirziyoyev, Baxtiyor mana, Bahodir mana, Qurbonov sizlardan iltimos shu maqolani o'qinglar. Qandoq mani vahshiyona azob bergan mana shu zindonda 5 yil sud qarorsiz, sud hukmsiz 5 yil, 5 yil ha, 5 yil bu ozdan na quyoshni ko'rdim, na oyni ko'rdim. 5 yil nohaq o'tirdim mana. Oqibat nima bo'ldim? Kasal bo'ldim. Mana hozir nogiron mana men aytsam mana men nogiron hozir vaqtda mana. Xudo tavba deymiz. Ey Alloh taolo shu balodan qutqarganga minglab shukrona qilamiz. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev 1992-yil 17-mart Toshkent viloyat sudi menga nisbatan oqlov hukm chiqardi. Oqlov hukm. Oqlov hukmdan keyin meni orqamdan Namangan viloyat prokurori KGB'si qasos olaman deb meni majburladiki O'zbekistonni tark qilishga mana marhamat. Men Tojikistonga borib nima xizmat qilgan? Marhamat mana ko'ring. Bu gazeta mana, bu rasmiy gazetalarga yozgan mana. Men O'zbekiston konstitutsiya tuzimiga qarshi shu o'zinglarni bilasiz, kimlar bilan urushganimda hujjatlar bor mana. Mana bu gazeta nima dedi? Sadoy Mardum mana. Sadoy Mardum mana ko'ringlar mana. Rasmiy mana. Sadoy Mardum 19 mana iyun 92-yilga
Оппозitsiyani mana opozitsiyani oppozitsiyalar xalq shikast deyapti mana kim bu? Chuninas aqidai uzvi mana jabhai fronti xalqi qo'mondon Evoy Sulxatlon Isomiddin Altistonov deyapti. Mana marhamat o'qinglar bu gazetalarni, mana o'qinglar mana ko'ringlar mani xizmatim nima qilgan. Yana mana gazeta bor, mana o'qinglar mana nima yozgan mana. Bu mana Xalq ovozi o'zbek tiliga Abdulla Zuhur yozgan avrolarining yana chiqirilgan yurt deyapti mana. Bu masala men uchun yozgan. Men Tojikistonga borib hech qachon o'zbek xalqiga davlatiga biror yomonlik qilmagan. Marhamat hujjatlar bor mana. Men Tojikistonga borib tinchlik oshlari marhamat deb mana tashliq qilgan. Marhamat ko'ringlar mana hammasini shu yozgan mana. Bu men. Xullaski men muhtaram Shavkat Mirziyoyev, Bahodir Qurbonov chet davlatda Tojikistonga bo'lib hech vaqt O'zbekiston xalqiga davlatga xiyonat qilmasdan men davlatni himoyalagan. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev, muhtaram Davlat xavfsizlik xizmatining raisi general Bahodir Qurbonov, mana O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mana ko'ringlar. Bu hammasi dori mana. Bu hammasi dori. Mana bu yana dorilar hammasi mana. Men nima uchun sizga shularni ko'rsataveryapman? O'zbek xalqiga o'xshagan dunyoda yaxshi xalq yo'q. Tojikga o'xshagan yaxshi xalq yo'q. Shu uchun bizni O'zbekistonda nima ko'p? Apteka ko'p. Sababi bo'lmagan dorilarni olib kelib bizni aldab pulimizni olib mana shu dorilarni ko'r mana birinchi Astra degan mana Astra. Mana Ortoflex dedi. Mana Teraflex dedi. Zanjabil dedi. Doroflex dedi. Ibray dedi mana. Bularni hammasini men pul bilan sotib olgan. Nima uchun? Salomatimni tiklash uchun. Minglab afsuski bu dorilar birontasi yordam qilmayapti. Mana men yana yaqinda mana shu dorini oldim. Ko'ring mana. His mana shuni aytaman mana marhamat mana ko'ringlar mana. Shuni nima bilan pulim bilan oldim marhamat. Mana shunday qog'ozlar qo'yib ketdi mana. Zakaz 5046-yil nomeri deyapti mana. Kimga? Aslan Isomiddinga. En ajoyibi mana ne gapga ketyapti. Bir narxini ko'ring. 900 mingga va 900 ming mana shuni oldi mana. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev, Sog'liqni saqlash vaziri mana Asilbek Xudoyorov, Davlat xavfsizlik xizmatining raisi general mana Bahodir Qurbonov, bir ko'ringlar qancha mana puli mana ketgan mana shular. Million pullar ketyapti mana. Bu dorilardan bittasi foydasi yo'q. Sabablari shu dorilar sifati yo'q. O'zbekiston Respublikasida mana bir shularni nazorat qilgan tashkilot bo'lsa kerak. En ajoyibi shularga kim nima de litsenziya bergan? Shunga mashg'ul shuni bilish uchun men necha marta mana kimni qabuliga bordim, hozir aytasiz. Muhtaram shu masalalarni hal qilish uchun sizni qabulingga 2023-yildan hozirgacha siz Asilbek Xudoyorovni ko'rishga boryapman. Maqsad nima? Siz yosh vazir, kuchlik Xudo bergan, ammo sizni atrofingizda to'plagan byurokratlar bor ekan. Byurokrat nima deganda o'zim isbotlab beraman. Byurokratni isbotlash uchun marhamat mana. Mana bu vazirning nomiga ariza mana. En yozgan ariza mana qachon mana? Aslida mana kimga? Xudoyorovga mana. Qaysi ishlar? Mana 6-noyabr 2025-yil mana nomerlari bor mana. Sizga mana 23-yildan deyapti. Hozir vaqtgacha 25-yilgacha murojaat qilamanki, muhtaram vazir qabul qiling. Byurokrat deb nima aytaman mana? Shu arzamni siz ko'rmagan muhtaram vazir.
Mana sizga uchun mana bu mana bir pachka mana bir ko'ring mana. Bir pachka mana bu hammasi mana sizga mana shu arzalar hammasi sizga yozgan mana. Bir ko'ring mana muhtaram vazir mana. Ko'ring hammasi sizga yozgan mana. Mana shu yozgan mana. Yozgan dedi. En ajoyibi nima muhtaram muhtaram mana Xudoyorov Asilbek. Manga xat yozadilar. Mana hozir men ko'raman, ko'rsatayman sizga. Mana bir pachka mana. Sog'liq saqlash vazirining muovini mana. Vazir o'rinbosari mana apamiz Basitxona degan apamiz bor mana. Shular yozyaptiki, panshanba kuni keling, sizni qabul qiladi u. O mana har panshanba kelib charchayapmiz-ku. Muhtaram vazir, har panshanba kuni kelamiz. Sizga vaqt yo'q dedi. Bu nima? Muhtaram Shavkat Mirziyoyev, muhtaram O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining raisi general Bobur Qurbonov, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Xudoyorov, sizlardan iltimos, bir vaqtingda ajralib meni qabul qiling. Sog'liqni saqlash vazirligiga shu byurokratlarni tozalash kerak. Kerak bo'lsa menda hamma hujjatlar bor. Kim byurokrat, hammasini isbotlab beraman. Shuning uchun iltimos, muhtaram vazir, hech bo'lmasa 5 minut vaqtni ajring. Nima deganda har panshanba borsam vazir dedi, prezident bilan dedi. Oxir nahot bir kun panshanba kuni vaqt topmasangiz, mening maqsadim nima? O'zbekiston kelajagi buyuk degan yangi O'zbekiston quryapmiz. Rahmat prezidentimizga. Hozir xalqimiz, yana aytaman, kimga ishonyapti? O'zbekistonda xalqimiz bu Shavkat Mirziyoyevga ishonyapti. Xalqimiz bu general Bahodir Qurbonovga ishonyapti. Shu ekta inson O'zbekistonga xalqim deb kecha kunduzi ishlayapti. Shu uchun Shavkat Mirziyoyev, men 5 yil nohaq o'tirib, sud qarorsiz, sud hukmsiz, shunga azor topdim. Shundaqa kasal bo'lsam, bu vazir qabul qilmasa kim qabul qiladi? Sizga rahmat, davlatimizga rahmat, xalqimizga rahmat. Biz nogironlar uchun ko'p qarorlar chiqargan ekan. Minglab afsuski bu qaror qog'ozda qo'yilibdi. Shu uchun men bugun sizga nima dedim? Video bilan murojaat qilib, men o'yalaman video bilan. Nima degan siz bor. Siz aytyapki, blogerlar chiqib, yo'q, men sizni qabulingga bordim. Vazirni qabuliga bordim. Nahot men O'zbekiston uchun 1907-yildan to 84-yil xizmat qilsam, 5 yil men nohaq sud qarorsiz, sud hukmsiz, men yosh bolalarim, qarindoshlarimni qamalib azob bersayu, mana shundaqa men hozir nogiron bo'lsam, bu sog'liq vaziri qabul qilmasa nima qilaylik muhtaram prezident? Biz, yana aytaman, biz sizni, xalqimizni, davlatimizni hurmat qilamiz. Qoshimizda do'pimiz joyga sizlarni qo'yib yashashni xohlaymiz. Mening maqsadimiz nima? Siz har chiqargan qaror xalq uchun, davlat uchun. Shu uchun iltimos, malol kelmasa bu vazir meni qabul qilsin. Sog'liq saqlash vazirligida qandoqa byurokrat men isbotlab bersam. Shu uchun iltimos sizdan muhtaram Shavkat Mirziyoyev.